Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatayotgan Sodda hayot kanalini mehr bilan kuzatayotgan yaxshi insonlar, sodda insonlar. Yengil bozor qilib oldim, sababi bor. Arzirli va meni inam mamnun chiroyli bo'lib o'tiribdilar. Ha, ko'rdim. Jiyaningizni o'g'li ko'rgani ketdi. Yasanib olibsizmi? Hozir kelishyapti. Men ham kiyimimni almashtirib olay. Yaxshilar, bizning uyda ajoyib kayfiyat. Nargana, bu o'tiraversin. Nargana. Buni yoqing. Bu uydagini ya. Ay, enaginam. Jildirvoqqa deydilar. Mana bizani uyimiz. Yaxshilar, remontdan chiqdi. Boshqacha kayfiyatda ko'rsatmoqchi edim, hozir endi kadrda ketib qoldi. Cho'tka qilib remont qilib, pardalarni ilib, mana ramkalarni qilib. Qalay. Va enamlarning xonasi. Qalay. Enam. Ena, hozir 1 minut. Enam apparat olib bering deb rosa ko'pchilik yozadi. Bir sekund. Bo'ldi. Men shoshib qoldim. Men shoshdim. Hozir kelishyapti. Endi men ham kiyimimni almashtirib olay. Piyoda kelyapti. Ha, Toshkentdan piyoda kelishyapti. Yo mashinada. Ha, mashinada keladi, endi. Kichkina. Ha. Erkakmi? Hammasi yaxshi. Hozir kiyimimni almashtirib chiqay aytaman. Da, ko'pincha shunaqa qiynab qo'yadilar enam. В общем, целом mana shu holat kelib chiqdi. Ne erkak kishi dasturxon bezatsa mana shunaqa bo'ladi. Ichkaridan ko'rsatay sizlarga. Bu bizani quvonchimizni. Chiroyli chiqibdimi? Ancha ter to'kish kerak bo'ldi. Takoyloqki qarchi. Hozir kelishadi, men eshigi yopib, svitni o'chirib qo'yaman. Endi o'zimga ozgina e'tibor qaratib olayim, mehmonni bu ahvolda kutmayman. Suv qo'ygandim agarotlarga. Mana men bu ahvolda kakbi. Sal bo'lsa ham boyagaligi qishga kiyimlarda emas, men bu yengilroq kiyimlarda kutib olaylik qarchi. Suvni tekshirib qo'yishim kerak. Selim. Qorayibdi meni potinjonlarim. Pomidor bizda Namanganda potinjon deydi. Cho'tka hammasi suv sekin yop forsagan bo'laveradi. Qachcha bu darvozaxonaga suv sepib qo'ying. Har holda Toshkentdan mehmon kelyapti. Har kuni bunaqa mehmon kutilavermaydi. Va albatta choy qo'yib qo'yish kerak. Eng muhimi gaz ochiq ekan. Mayli, isitmaydi. Mushular kirganligi sababli eshikka qulflab qo'yamiz. Tak. Mushular tegib, cho'michimiz xullas yomon bo'ldi, tashaldi. Tashalgandan keyin kosada, mana kosada olinibdi. Taxmin bo'yicha. Ana gaz ham qo'yildi. Qopqog'ini yopsam bo'ldi. Suvlar mana bundoq qilib yengil takoyloq deydi. Endi salgina nomiga sepib qo'yildi. Ko'zga yoqadigan manzara menimcha mana bu yerlar. Enam. Ha, mana tashqaridagi pardalarimizni ham ko'rsatmabmiz sizlarga. Mana bundoq qilib pardalarni qilib qo'ydik. Biz yozga tayyormiz. Sizchi tayyormisiz? Xonalarni yana bir addish ko'rsatdik. O'zimga ham shu yoqda shot bor. Ichkari. Zo'r qarang. Kechki payt choyxonaga olib boraman. Bir mehmonlar chulsa oshidan yeb ketsin. Kechki payt choyxonaga boramiz deyman. Ha. Qo'lim pustoy turmasin. Tablet soatimiz mana shuni taqib oling. Mashinani ham salqinga olib qo'ying, yonyapti o'zi ham. Balki mamma kelayotganlar o'shadir. Assalomu alaykum. Ha? Ha, to'g'ri keldinglar, kelinglar.
Gap bu yoqqa. Biz kutgan mehmonlar qimmat mashinaga kelishdi. Mers. Kelaveringlar. Qarab turibman, mers tegmaydi. Kelavering. To'xtang. Chazadniga. Bu yoqda joy ancha. Bu yoqqa ehtiyot bo'ling. To'g'ri yuring. Bo'ldi, birinchi. Sig'adi agar oldinga yura olsalar. Bu yoqqa hamda o'tiring, hovli keng. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? So'mis aka, kosizlar? Siznikimi? Ha. Tushirardik. Shunaqa. Ehtiyot bo'lasiz homilada. Yap. Enam hech nimadan xabarlari yo'q. Eyna. Kelishdi mehmonlar. Biz kutgan mehmon. Assalomu alaykum, Zuhra opa, so'misiz? Aziz yaxshimi? Charchamang. Rahmat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Digonar olmaysiz, xo'p, ular. Assalomu Bitta qo'yib beraman. alaykum. Xurosonlik o'zlari keldilar. Assalomu alaykum. Men bularni ko'rgan edim. Meni ko'rishga kelmayaptilar. Deganidilar, shunday yuragimga tugan edim. Mana keldim. Men sizni ko'rishga keldim. Assalomu alaykum. Bunaqa chiroylisiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Men sizni ko'rishga keldim. Men sizni Instagramda ko'rdim. Meni ko'rishga kelmayaptilar. Dedingiz. Men keyin boraman ko'rishga dedim. Endi siz har safar ko'rishga kelaman, maylimi? Umida deganim ham keldi, ko'rishsin siz bilan. Buncha chiroyli bo'lar. Assalomu alaykum. Baland gapiraverasizlar. Tortinmasdan. Salomat. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sog' salomat kelganlar. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qoqilma, yo'qolma. Mana yaxshilar. Mana bu yerga kirasizlar. Yo'llarda o'tiramiz. Ular ham kiradilar? Kirasizmi ichkariga? Ha. Ichkariga. Ha, bitta duo qiling kelganimga. Ena. Amin. Uzoqlar charchab kelgan tillo bolalarim xush kelibdilar. Umrlaringga, rizqlaringga Alloh baraka bersin. Omonatlar kelibdilar. Sog' salomat Mavlona elib jallohu. Devonay bovadim balogaton. Har baloda Xudoyim asrasin. Xush kelibsizlar. Umringiz uzun bo'lsin. Baland gapirsangiz. Umringiz uzun bo'lsin, biza Zuhra Soliyeva haqiqiyga o'xshar ekan. Nimaga? Boshqa kelmaylikmi? Ana bu shoira, o'zinglarni Namanganning qizi. Bular ham sizni ko'rishga keldik. Ovoragarchilik katta qilibsizlar-da. Takipda bo'lsa. Yopib qo'ya qoling. Alaykum assalom. Oho. Ben 4 ta non bilan kutib olsam bularni. Kishi kelamiz deganingizga? Yo'q, bular Namangan, bular kutib oldilar. Mana oling. Ustiga qo'ying. Sovuqda oyoqlarni tagini qizdirib o'tirasiz. Yashang. Yering o'zlariga bersa xursand bo'ladilar. Birlashib
Bilgalashib yeymiz bular hammasini. Mana. Men sizga shirinliklar jo'natdi. Mana apet pechenyelar, momoga jo'natinglar. Bizani ana duo qilsalar dedilar. Mana. Yeykaningiz. Mana buni Angrenda yaqinlarim bor. Ularga momoni oldiga boryapman desam, mana buni bizdan berib yuboringlar dedilar. Sizga. Ha, mana asal. Mana bu ham sizga. Mana bu ham sizga. Mana. Bu tortib yeysiz. Mana buni mana mendan, Umidadan oyog'i sovuq qotsa, buni yoqib, buni ustidan oyog'ingizni qo'yib o'tirasiz issiqqina. Sandal. Sandalcha. Assalom. Rahmat Dinay, sizga rahmat. Nima yig'laysiz? Yig'lamayman, yig'layman bo'lmasa. Mana buni bizada bozor bor. Qatortol degan bozor bor. O'sha yerda qizlar ishlaydi, 61-do'kon. O'shalardan sizga mana halvolar berib yuborishdi. Endi men kelar safar kelganimcha mana buni tiktirib kiyasiz, xo'pmi? Tiktirib kiyasizmi hali? Tiktirib kiyasizmi? Mana. Bu sizga chiroyli qilib tiktirib kiying. Bundan ko'piga arziysiz. Siz borligingiz uchun rahmat. Kulib turing, yana yig'lamang. Yig'lamang. Kulib turaman. Qilib. Umringiz uzoq bo'lsin. Ayam ham salom aytdilar. Ayam ham sizga o'xshab farzandog'ini ko'rganlar. Men egizak bo'lganman. 25 yoshda egizagimni yo'qotib qo'yganman. O'tganlari joy jannatda bo'lsin. Sizlar umringlar uzoq bo'lsin. Charchatib qo'ydik-a. Ha, yo'q. Baquvvatlar, Xudoga shukr. 95. Bu Bahodir. Sizni shu videoga qo'yaman, men ukam mani. Ana. Umringiz uzoq bo'lsin, xola. Hayot bor. Yigitlarni boshi toshdan bo'lsin. Umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Alloh akbar. Ana. Ichkariga yuringlar endi. Ichkariga kirasizlar. Ha, Ha? yuguradi. Ha, kaptetlar ko'rma kim? Ortiq umr ko'rib, Soat betasmi? nevaralarni ko'rib, hammasi tilla taqib berdilar. Alloh akbar. Orifjon, ha. O'zlari beradilar hozir. Ana endi kirdikki beradilar-ki. Qani kiringlar. Yo'q, ha. Kelishinglarga uyur yomotib qo'ydi. Nimaga? Sanga xidiga ozgina xafa bo'lmaysizlar. Endi qurib tayyor bo'ldi. Ha, yaxshi ko'rib qoldilar. Buni hamma yaxshi ko'rib qoladi. Videoni. Xotinlar yaramaydi. Rahmat boshingiz. Notalarga qo'yinglar. Ha. Ha, enaga. Marbekda o'zingiz o'zingiz. O'zimizdan. Ha, yedinglarmi? Ha, baqa baliq ko'tarib kam bo'ladi. Bizda baliq xoni juda ham ko'pda. Nazari. Oling baliqdan. Charchatgan. Yo'q. Hammaga mehmon kelsa. Yor anuladu deya. Kimi? Ha, mehmon kelgandi. O'xshaymizmi? Voy.
Vay. Yok ana. Mançı. Bana bir şey yapma. Yok sen de öyle yakta kara kalem yok. Yok Ana ti ben biraz video işte. Hola. No korktu. Baktı. Katta bakıyor. Baktı otel baktı. Uçağa baktım. Oturdu. Bir niyet kılıp Turmushga chiqyapman. To'yga aytib keldingni. Man bir o'tlam o'tlam. Domla de nima qilsam baxtli ochilibdi. Endi o'shaga mani kelib to'yga olib ketmoqchi. Borasizmi? Borasizmi? Borolmayman, bel yaramaydi. Ko'tarib ketamiz sizni. Kelamadi. Mayli kelsa kel. Til boqib turadi. Qat ayroda. Ayasiga o'xshab. Fantaziya ham ishlab ketaveradi. Ha? Ha ishlab ketadi fantaziya. Mayli. Ishlab turgani yaxshi. Ha, yo. O'zlarini xursand qilib turadilar. Tavba. Javogallara. Ula o'zim. Murram. Bordingiz Toshkentga? Uzoq tortgandan ham uzoq allaqat oilaviy davolishga ham olib ketdi. Oye. Zata etdi odamlari ham mana shu tilloyaqa. Yaqinda Buxoroga bordim. Bormang deydi. Hay endi oilaviy bordik. Bütün mazgulamasam elasiz qolaveradi. Kelyapmiz-ku. Bir sutkalik poyezd. Kelyapmiz-ku. Kelyapsam yo'lda ham tutib oldi. Kelyaptilar dedi. Voy çoban cahil etdi xalqi. Biz ham Toshkentdan keldik. Yavoni yo'q, kello Qulaqlar odamlar. eshitmaydi. Kayfiyatga bog'liq. Ha. Eshitish xohlasalar eshitadi. Xabarlari bor lekin bir aytingchi. Ayati yig'lab xudoya bular ham tezroq vaqtda ochilsa. Biz ham Toshkentdan keldik. Ha, maka Toshkentga orada necha marta borib keldi. Etkiyam juda odamlari mehribon, tilla odam. Şoförümüz boribdi bilmali, kirgizgan yo'q. Turkiyada balani kirgizgan yo'q. Ziyofatgayam Oy o şoför bechora nima qildi desak, u qog'ozda yozilganini qilar, ko'ralar, Ha. mehmon qilar. U şoför unga o'xshagan bu balam ham Boqadi yaxshi bular ko'rdilar. ham yemay o'tdi. Sizga pul uzatib qo'ydilar. Zata tilla odamlar. Sherzod Biz Rahmon. ma'lum boribmiz qalqalpa. Endi ular ham bir sotkada kalaladi. O'zi uchun nima? Orifali akalamizda mehmonxonaga yotdik. Qatakan. Nimasi? Ikkochilim xotini. Endi bugun tug'adini ertagami xijolat qilib bizni mehmonxonaga endi olib kelib aytib ketdi. Ertadan shularni mehmon qilaylik deydi. Endi biz mani qaribilarni hamma ro'za yakar. Kichkinacha ham ro'za tutadilar.
iftarga enangni olib keldinglar. Orifale kalavuzda har kun mehmon qiladi. Tilla pul olmaydimi, tillik tubanasini olib kelib qancha yemadi, shundoq qiladi. Endi ovqatini balasi tug'adigan kulibsin. Tojikman deyinchi. Tojikcha gapira olasizmi? Tilla odamlar. Eshitmadim. Odamni yomoni yo'q. Hindistonda odamlari undan ham bilmali aynaldik. Tojikcha gapirasizmi? Ha, ertaga tojiko, biz o'zbeko, onam o'zbek, biz o'zbek tilida qilgan. Ular tojik aka. Hammasi o'zbeklar lekin bilar aka. Hindistonda kelib mani rasmlarda oldi o qizlar. Voy ajoyib tilla qizlar. Hadi Buxoroda Minora kalonga borgan turistlar yuradi-yu. Men to'xtab trend olib olaylik, qaraychi deb taklif qildim, davay deb. O'shani eslab qoldim. Arabamni borgan. Ke? Bir taraf erkaklar, bir taraf borar aka. Hasta. Yo'q. Men balamdan ajramayman. Men shu bilan yashagan. Yo'q, bo'lmayman. Bo'lmayman desam keyin Aliyoqobni kerak. Alakim. Hukumat qilganmi? Mayliga ona balani qilinglar. Joy namozlar. Hamma narsa tayyor. Bir marta borganim yo'q. Ammo olib boray dedi. Arabada olib ketyapti deb. Hajga borgan. O'shatga borganda yer shundoq titrati boradi. Kalimamni o'qib, keyin borib aynali. Ekstra oyog'im og'ridi, dado peshinda ham o'saqqa borar aka. Endi yana borgim kelyapti, unda quvvatim. Biz olib boramiz. Ular yorug' dunyoda yo'q, jannat. Umrini aytyapti. O'tgan yil borib keldi. Tabii çoğu. Çoğunu tepasida uy. O çoğu zarar kanadını. Hiç kime kabarmaydı. Yolu yürü barışkan çoğu. Konu var çoğu. Hıdana buyruğa diyor. Kelena bala ayotkan yayımızda nima. Kuşları ya başkaca bularken yerine kuşları. Oldumuzga kelip uçup, yana uçup kata soha. Onu falı ana soha. Adım laki. Ay. Xudoyim nosab qilib borib keldik. Orifginamni alqay bir o'g'rilarim charchagan. Yana kelyapsam, hammasi mehribon xalq aka. Magazinchilarim azonaqa achamga nima bo'lsayam esdalik bekorga deb magazinda. Ayni. Ertalab orifali bir parcha o'rtoq bor. O'rtog'i bilan birga hamma narsa arzon. O'rtog'i bo'lmasa bitta ham qimmat. Yigitlar bilan chiqqan avliyo
Xotinlarda amaliyotda yo'q deb qo'ysam, xotinlarni jali keladi. Xotinni xotin deydi, yigitlarni yigit deydi. Yigitlar 40 yilda binoga kelar aka. Xotinlar bir zuvda bo'ladi. Yo'q, shuning uchun hamma azob biza Biz bu deykanda mana. xonimlarga borib ko'rib, alagan daryolarni, ay. Ha, Ой, elagan. сзади тебя кошка, смотри. Kisa. Kisa. Вот здесь киска сейчас. Ha, yo'q, ana To'kiladigan mushukda bu. Dato jungi haydan ana shu zum zum xonagini. bo'lib ketadi. Haydi, xonoligiga. Liza, chiq. Nima? Erkalanma. Xonagiligidan hech kim olmaydi. Xunukligidan hech kim olmaydi. Raka poppak bo'lib ketdi. Qarab. Bechara. Sabah qancha Qayda tushib pensiya qiladi. Borib, Borib kunini o'ldirib keldi. Xunoq qilib. Chiroyli gata. Mana shu. Xafa qilmaydi mushugim. Endi xunuk bo'ldi. Liza? Toqovaga qarab. Fason. Juda yayradilar. Nargilarlarda chiroyli, chiroyli. Bu xunuk ekan. Bor. Beraymi sizga bitta uzuk? Maniki hammasi o'tadi. Bitta uzuk beraymi? Bitta uzuk beraymi sizga? Sovg'aga. Oy, bir vali hayta kelayotganda aerodrom to'xtadi. Ha. To'xtadi. Vacha, oy, Osmon bola. Kim turdi? Keyin konduktor bor-ku, konduktor. O'sha konduktor bo'lib chaberdi. Eshikda qo'yadi. Savdo. Aravachani ham daryotil boqdi. Biz katak aravalar tayyor. Belinchoqlar tayyor. Alyoqda kep. Ana tasavvur. Hamma narsa. Она в театре все сказала. Gilamlar o. Hamma narsa. Dekor. Ya, tipa Hadiya. haligi Yasatib qo'ygan. eski odam rasvot qilishni xohlamaydi-yu. Men rasvot qilib olib kelsam, necha pulga olding deydilar. Nimaga olding deydilar. Masalan, araba olib kelib bersak, davlat berdi deydi. Yengilgina hukumat deb shunga aytaveradilar. Nima olib kelsam, hukumat berdi, xursand bo'ladilar. Poshshomiz omon bo'lsin deb duo qiladi. Hozir bittalar nechi uyda yasatib solib qo'ygan. Endi mana ayvonnikini kecha keldi. Men tortganliklar keldi desam, yo'q, qarasam, yodab qo'yibdi mo'jasiga. Palonlarimizni olib ketib yuvib, tozalab olib ketaraman. Boshim ketdi, bular biza kelib. Biza keldik mana Toshkentdan. YouTube'dan olgan aytibdilar. Butun dunyo ko'rgan. Mana sizni Amerikadan. Amerikada ko'rgan. Hamma joyda ko'rgan. Endi Amerikadan bu yo'lda kelaman degan. Ha, keladi. Tug'magan aka. 12 yil tug'masdan yurib, endi videodan ko'rib, bildirata. Liza, Bu xotin bir baliqqa ko'z tikyapti. Aliyoma bir balochkalik urushlardi ya. Bir mala o'rga joyda. Endi ova qilib qo'ydim, xudo beradigan. 100 mingta bo'lsangiz jo'nataman. Borsa 12 yilda o qiz
ikki qat bo'libdi. Bir parta orfaliga ikki qat bo'ldi. Mana endi o'tini qo'yib bersinlar debdi. Nima qo'ydingiz? Manatdan o'g'il bo'lsa intizordek qo'ysin. İntizorlik bilan 12 yil yurgan. Qiz chiqsa go'zalxon qo'ysin dedi. Endi tug'ib bo'libdi. Yana qiz tug'ibdi. Uni achamni otini qo'yaman endi debdi. Onamni debdi. Keyin mandan nur mani otim xona qadima. Qadima. Keyin nima qo'yganimni bilmayman. Hozirgi zamonaviy ot o'shaning uchun 86 ta nevaram bor. Yo'q. Olot ya bir odam bo'lsa qo'limdan bismillahdan boshqani bilmasa. Bo'ldi. Qiling. Yana baqiring, qarayli. Ha. Qarayapsanmi? Yo'q. Siz baqirsangiz qarang. Qarab turing bizga. Qarab turing. Qoshlaringga bitish ko'rsan, nimaga men orqa barib sindirasana, oldingi paran sindirsang bo'lmasmidi? Umuman nima haqqing bor meni boshimni sindirishga? Kelib sen meni boshimni sindirasanmi? Ha, gapirma. Pastga qara. Nimaga pastga qaraysan? Nimaga pastga qaraysan? Ko'zingga qaracha qarang, jur'at etding. Umuman ko'zingga turib gapirganda, bo'yningga turib qarab. Bo'ladi. Qo'lyaptilar. Chiroyli gap o'zimda. O'ynadik. Yaxshilar, biz ajoyib syomka jarayonlarini tugatib, endi Xudo xolasa shu sochini yeb ketasiz. Bir yemasdan ketish yo'q. Shu istirohat bog'iga o'zimiz ham shu sochini yegan choyxonaga yo'l olamiz. Menam ham albatta olamiz. Mani mashinamda nima deyman? Ena. Mani mashinamda ketasizmi, bularnikidami? Ixtiyorlik. Ixtiyorlik. Qaysi dop? Sizniki mehmonlar. Men bularnikida. Nimaga deganda mazor boshqa. Ana. Zuhra opani o'zimizdagi chiroyli bir ayollar do'koniga olib keldik. Bizdan sovg'a bo'la qolsin. Rahmat. Shu eslab yurasiz, Xudo xolasa. New York Women's do'koni bu. Yo'q, woman. Aha. Namanganda sentrda filiallari ham bor, xullas, yaxshi do'kon. Ikkinchi etajam bor. Podval bor, oyoq kiyimlar. Xohlasangiz bir ko'ring. Yoqdimi sizga? Ha. Bitta menga, bitta dugonamga sovg'a berasiz, xo'pmi? Bo'ldi. Umida tanla. Tanla. Bu razmer obish size mi hammasi? Baqa telefonni ushlab turing, standart bular. Mana o'qib tanladim. Orifjon. Ma'qulmi? Ha. Norozi bo'lsin. Qaysi biri katta razmerlar? Endi men Zuhra bilan tenglashtirmay. Tak o'ylayapti. Женский do'konni o'g'li bola oynaga qarab mana narsa g'alati bo'lsa kerak. Tuvaletga chiroyli kerak, metal. Bumi? Yaxshimi? Mana shu yaxshi. Mana oqidan ko'ra shunisi chiroyli. Yengilmi? Razmerim bormi? Voy, sizdan so'rabman. Entandingiz? O'xshayapti. Juda o'xshaydi. Yaxshilar, ko'rib turganinglar Zuhra opam Soliyeva kelgandilar. Chuska mehmonga men ularni to'g'ri New York Women's do'koniga olib keldim. Bu yerda yozgi narsa ko'ryaptilar-ding. Juda narsa ko'p. narsa ko'ryapti. Yozgi yangi tovarlar kelgan ekan, ani ko'rishinglar mumkin. Mabodo tavsiya qilib qolamiz.
Bizani auditoriyada ayollar ko'p bo'lganligi sababli sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Tak что mana ko'rib turibsizlar, juda rang-barang. Juda ko'p rang-barang. O'ziga loyiq, chiroyli, ko'nglingizdagidek narsa topdingizmi, opa? Juda. Ma'qulmi? Mana hammasi молодежный ham bor, hammasi bor mana. Kerak bo'lsa dastlabki ham qilib berishadi. Chiroyli. Nimadir kerak bo'lsa Toshkentga aloqaga chiqaverasiz, opa. Jo'natib yuboramiz. Tak что ko'ringlar, kelinglar, xarid qilinglar. Juda ham tovarlari yangi, ajoyib. Yaxshilar, Zuhra opani chust oshini yedirmasdan jo'natish iloji yo'q edi. Shuning uchun yengilgina o'zimiz bilgan choyxonaga olib keldik. Buni chaqirib olasiz. Biza kerakchi, yaxshilar. Men ko'rib turibsizlar, odam tumonat. Sizlarga ma'lumot o'rnida aytib qo'ying. Chustdagi Muhammadjon ota choyxonasiga oftob bo'lib qoldi. Keldik kerakchi, 5-choyxona deylik. Kelsanglar mana shu chiroyli xizmat berishadi. Oshlar yaxshi bo'lganligi uchun shu yerga olib keldim mehmonlarimni. Hozir maza qilib osh yeymiz. Osh keldi, yaxshilar. Eyni. Qora opa uyqudan beri yordilar. Atmosfera yoqdi shekilli. Opa, osh yaxshi ekanmi? Gapir. Bu osh yaqinroqdan ko'rsatmasak bo'lmaydi. Faqat mana shu okalardan bitta so'raymiz. Oka, chust osh qali. Oka o'zimizdan Namanganning odami ekan, Buxoroni nima deydi? Buxorolik okamiz kelganlar. Buxoroni qo'ying, yeylik aka. Yeylik, yeyish kerak ekan bu. Ekanda. Ey gap ya. Ovozlari eshitilmayotgan bo'lishi mumkin. Allah. Kata-kata kurusliğiniz. Kolegi namsınızı. Nazan gidiyorsunuz. Nasıl mısıydı kuruşanı da? Onun için ömrümüz uzun dua kıstıreme. Yaşa. Eni. Manu ro'mol. Voy, aka. Ya sizga emas bu. O'ra bering bularga sovg'a. Keling. Qaysini berasiz menga? Boshimga qo'ying. Qaysi birini berasiz? Bering. Bering. Ha. Bularga. Sizga. Bunisi narga opamizga. O pasta. Ajoyib bo'ladi lekin. O'rtog'ingizga deydi. Ular men tashqarida rasmga tushdi. Bu qo'limda edi. Oldilada hayajonlangandan qolib ketdi. Assalomu alaykum. Yang dua punya acang. Allah itu kan umurumuz uzun bulsun, kendilerimiz sağ bulsun, ballarımız bak. Acegene, ben dostlarla gidiyoruz, gelmem bize. Sağ olun.
Oy bo'laman. Boy bo'lib, mashinangizni ham qo'ysiz. Kendiningiz sog'ligi boyligimda. Kendiningiz sog'ligi. Kasal bo'lmayman. Hech kim kasal bo'lmasin. Hech kim kasal bo'lmayman. Boya qo'ydilar. Ko'rmay ketdilar. Hech kim men просто ko'rishga keldim. Mamlakatda jamiyatdan. Asalim men ketdim. Ertaga kirib o'taman, ha, kirib yana xayrlashib ketaman, xo'p? Aytdilar. Chetdan Namangan ketaman. Ertaga Toshkentga ketayotganda yana kirib xayrlashib ketaman, xo'p? O'ylab boradilar. Ha. Ertagacha zerikmay o'tiring. Ana yaxshilar, uyga ham keldik. Qalay ena? Maza qildingizmi? Mehmonlar ham ketishdi. Xayriyat demang. Xayriyat keldik demoqchilar. Mehmon kelsa yaxshi-ku. Kelsin. Biz yaxshilar, shu bilan O'shatda o'tirib, tasbih o'qib o'tirdim, sekin. yashang. Qo'ynimga solib. Shu bilan Sodda hayot kanalidagi yangi seriya nihoyasiga yetdi yaxshilar. Ana. Hammaga rahmat deb qolamiz. Kommentda fikringlarni qolamiz. Keyingi mehmon mashhurlardan kim bo'lishi mumkin ekan? O'zimga ham qiziq. Maza qilib sayohat qildik, osh yedik, kontentlar oldik. Instagramda ham kuzatib boringlar. Keyingi seriyalar ko'proq bo'lishini xohlasanglar, ko'ringlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Asosiysi bu biz uchun motivatsiya, biz uchun ijod qilishimizga bir sababdek ko'ramiz. Shunday ekan, salomat bo'linglar. Sodda hayot kanalini keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.